boshqa davlatga chiqib qolib maza qilib yuribdi-da deyishdan avval musofir boshidan o'tkazadigan bu 3 bosqichni eshiting. Birinchisi, boshqa davlatga hozir boradigan bo'lsam, hamma yo'llar menga ochiladi, muvaffaqiyatli bo'laman, baxtli bo'laman deb o'ylaydi musofir, ammo u davlatga borganidan keyin esa real hayotni ko'radi. U davlatda uni hech kim kutmaydi. Ikkinchisi, musofir boshqa davlatga borganida u davlatning tilini agar bilmaydigan bo'lsa, ayniqsa o'zini ahmoq deb hisoblaydi. Chunki boshqa til, boshqa insonlar, boshqa qadriyatlar va bu musofirni o'ziga bo'lgan ishonchini yer bilan yakson qiladi, sindiradi insonni. Uchinchisi esa bu ona yurti sog'inchi. Bizni nimalar, shirin ovqatlar, taomlar, havoyimiz, insonlarimiz, hamma narsada biz musofirlar juda ham sog'inamiz. Va bilingki, boshqa davlatga chiqib qolib maza qilib yuribdi-da deyishdan avval bizni davlatda, ya'ni boshqa davlatda musofirlarga daraxtdan dollarlar o'sib chiqmaydi. Biz dollarlarni daraxtdan terib olmaymiz. Ana shunaqa. Va immigrantlarga ham juda ham qiyin. Siz o'ylamaydigan, bilmaydigan darajada qiyin. Va bilingki, biz musofirlarni vatan sog'inchi juda ham qattiq qiynaydi. Men Shvetsiya immigrantiman. Siz qaysi davlat immigrantisiz?